Bugün çislak 28 altın mançpul, kömüş mançpul davatkan kesiptaşlar. Hapamay, avvandaki bahanıdan demey. Bir de satıdığan işakların koşap dememsil tuqqallar. Bugün altın 1180 koy dep koydu kensizler. Kömüş 28 koy dep koydu kensizler. 28 koydum biremsilermişler kömüşünü basam. Makule. Qanchalik olsa olaman 28 koydum beralamsizlar. Birasini maydoniga urib, bugun men 28-islam men manda kömüşni, manda gullik kömüşni 28 koydum berme deb bir maydoniga urib qo'yganlar. Men berib qanchalik olsa men shuncha qaytirib kelay. Manda to'g'risini tushundiringlar. Oltin manchpul, kömüş manchpul degan gap emas. Bugünkü ma ham altın torda manchpul bo'lyotdi. Ma ham altın, pishiq altın suba, pishiq altın pul deb ayrildi. Ondan başqa zibuznat olib qalsangiz, zibuznatning jalchan puli va benz altın olib qalsangiz, benz altınning jalchan puli va undan anadan keyin ma kömüş kelganda, ma bugun kömüş 28 koy deb ig'zingizga bekliq tushdik. Ma vanda kömüş 28 koy bo'lardi. Pifada ma bir benzi kömüşga manchpuldan pul qo'shyotdi. Shunda bo'lgan vaqtda ma bir benzi kömüş 30 nech koydum bo'lyotdi deb bunda bir aniq deb qo'ymamsizlar. Dukan kirgan xaridarning hammasi manchpul, ma kömüş manchpul deydi ekan, manchpul bo'lyotdi desek, hozir xopolab bayan bir xaridar bulanchimi aqasinglar doyinda 28 koy deb to'layotsa, aqasinglar miyada 33 koy deyapsizlar deb. Bunda qilishib ketmayli. Bunda gapni ochiq bir gap qiling, unda qilmay.